Tanishing, bu Jo'shqin. U abituriyent. Maqsadi tibbiyot institutiga o'qishga kirish. U tirishqoq, yil davomida barcha darsliklarni o'qib chiqdi. Endi esa mock testlarni yechishga kirishmoqchi. Bu borada Jo'shqinning oldida ikkita tanlov bor. Birinchisi, bozorga borib alohida fanlardan test kitoblarini sotib olish. Keyin har bir kitoblarni alohida vaqt belgilab ishlab chiqadi. Keyin ularni o'zi tekshiradi va ballarni hisoblaydi, solishtiradi. Ikkinchi tanlov esa istalgan kitob do'konidan tibbiyot yo'nalishiga tegishli Kemaning blok testlar kitobini sotib oladi. Kitobda 25 ta haqiqiy imtihon savollari asosida tuzilgan mock testlar mavjud. Har bir testda asosiy fanlar biologiya, kimyo va majburiy 3 ta fan to'liq imtihon formatida berilgan. Savollar esa respublikadagi eng kuchli ustozlar tomonidan tuzilgan. Ishlab bo'lgan testni qayiq ilovasi orqali tekshirib olish mumkin. Hatto to'plagan ball orqali o'zi tanlagan institutga kira oladimi, yo'qmi, shuni aniqlay oladi. Ana endi sizga savol. Jo'shqinning o'rnida bo'lganingizda qaysi tanlovni tanlardingiz? Tanlov o'z qo'lingizda. Eng muhimi vaqtni tejang, kuchni tejang. Natija esa eng yaxshisi bo'lsin.